Xayrli kech, butun dunyodagi vatan sevgan qarindoshlar, vatan sevgan Uyg'ur qarindoshlar, kechliginglar tekrar xayrlik bo'lsin. Men yana sizlarning ozroq vaqtni olaman, 15-20 minut atrofida vaqtni olaman qarindoshlar. Bunday bo'lishning biroz sabab bor. Qarindoshlarimizni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Balki mediada her türlü kişilerde cık sözlep ketdi deb qilishinglar mumkin. Qarindoshlar, men 2018 yıl 6 ayning 4 kuni bu siyosatga bilib turib kirgan. Endi men Uyg'urning hayotida bor qarindoshlar. Meni sevgan insonlar bo'lsin, menga qarshi turgan insonlar bo'lsin, mayli qanday insonlar bo'lsin, men Uyg'urning hayotida bor. Buni deb qo'yishdik sababim, ba'zi insonlar zirik to'qib degan gaplar bor, nurg'un yaxshi gaplarni qilayotgan odamlar bor. Nayt ko'p insonlar yaxshi gaplarni qilyotgandi. Bugun meningki bu yerda tuyuqsiz mediaga chiqib, sizlarning ozroq vaqtinglarni oladigan asosli sabab qaysi degan vaqtning o'zida qarindoshlar, men Pokistonning bosh ministri Imron Xonning qilayotgan so'zlari qarindoshlar. Endi butun dunyodagi barliq ingliz tilini yaxshi biladigan qarindoshlarimiz-mu xabar degan narsalarni ko'rib turib deb o'ylayman. Ya endi menli ko'rmanmi bilmayman. Boshqa butun dunyodagi barliq Uyg'ur qarindoshlarimiz, vatan sevgan qarindoshlarimiz inglizcha xabarlarni ko'rib turib deb o'ylayman. Ammo meningki zodi aqlimdan mushkam qadar qabul qilmagan narsa Pokistonning bosh ministri Imron Xonning degan so'zlari odamni zaten zeriktirdi qarindoshlar. Bu Uyg'ur bütün qarama-qarshi so'zlayotdi. Mushkamga qadar bu xili nurg'un ko'plagan davlatlarning medialarining muxbirlarini qabul qildi, ammo Uyg'ur kelgan chaqda tüptün qarlaydigan so'zlarni qilyotdi qarindoshlarimiz. Shunga meningki buningki xabarlarni har qator ko'rgan vaqtimizda endi shunda bir ichim etishdi. Ko'pchilikka maslahat sifatida shunga men bu so'zni qildim qarindoshlarimiz. Da'vo yo'ldagi qarindoshlarimiz, Pokistonning bosh ministri Imron Xon mahkam qadar bütün Uyg'urlarni qarlaydigan ishni qilyotdi. Ya, gap qilmayli jim tumidi. İflasnınki Vladimir Putinchilik mi iman yo'q iflas ekan bu. Vladimir Putin'den sual so'ragan vaqtingizda men Uyg'urlarni ko'rgan, Uyg'urlarni bilman deb o'tib, astat o'zini qochdi. Ya Uyg'urni terrorchimi demadi, irqchimi demadi, ami demadi, men Xitoyning og'zidan ananligan, manalgan degan gaplar bilan qutuldi. Ma tunguz o'tirib bu nimishmi shunday qiladi men bilmayman qarindoshlar. Xabarni mendan yaxshi ingliz tilini shunday yaxshi biladigan Uyg'urlarimiz bor. Xabarni qarab beqinglar qarindoshlar. Bu doim o'tirib bu islom opobiya to'g'riliq so'zlaydi, Falastin to'g'riliq so'zlaydi, Yevropa to'g'riliq so'zlaydi, musulmonlar qarshi ma'ushva deb turib so'zlaydi, Hindistonning Kashmir to'g'riliq so'zlaydi. Zaten bütün ish bor. Bundan har doim muxbirlar davomliqmush Uyg'urlarning masalasini so'ragan vaqtimizda birdan Xitoyning ishki ishi deyotgan, birdan u yerda undaq ish yo'q deyotgan, I don't believe you deb qo'yib qarab o'ltagan, birdan bo'lsa boshqa gaplarni qilayotgan. Bu milletimizning vatanimizda bo'layotgan, Uyg'urga bo'layotgan irqiy qirg'inchilik qarshi maydonda oshkor so'zlayotdi. Bütün dünyadaki barliq vatan sevgan qarindoshlar, Pokistonning prezidenti Imron Xonning so'ziga diqqat qilib qo'yinglar qarindoshlar. Bizning nurg'un da'vogarlarimiz mushkamgacha o'tirib, mayli men bo'lay o'tirib, bütün oyig'imiz 360 kun Turkiyada mayli qanday bo'lsin, hokimiyat amaldorlari so'z qilmasin, söz qilmay biz haqida hech qanday eg'iz ochmagan bo'lsa-mu, albatta so'z qilsa yaxshi. Ammo so'z ochmagan taqdirning o'zidimi bular jim turib oldi. Ammo Pokistonning bosh ministri oshkora Uyg'ur qarshi so'zlayotdi qarindoshlar. So'zlarini yaxshi anglab beqinglar. Men birdan bo'lsa bilmayman deydi u yerda, birdan bo'lsa undaq ish yo'q deydi u yerda, birdan bo'lsa Xitoyning o'zining ishi deydi. Yevropada azroq musulmonlar haqida ish bo'lgan vaqtimizda bütün Pokistondagi odamlarni qo'yib birdi, qarshi namoyish qo'yib birdi. Amerika, Yevropaga shu qarshi namoyishlarni qo'yib birdi. Bu yillardan birisi bor. Qarindoshlarimiz bu Pokistonning qilayotgan ishi. Falastin bo'lgan vaqtning o'zidan insonlarning hammasi ko'chaga chiqdi. Va Yevropada azroq bir vaqtning o'zida birsi o'tirib, bir saram o'tirib Qur'on ko'ydirdigan ish o'tdi. Bütün Pokistonliklar ko'chaga to'kildi. Bizning vatanimizda bo'layotgan irqiy qirg'inchilik kelgan vaqtning o'zida, masalan men bu Viyanninki xabarini yaxshi ko'raman. Bu Viyanning xabar ishlayotganligiga shunchalik ko'pdan ko'p rahmat deyman.
Bular o'tirib biz to'g'riliq to'xtamay o'tirib xabar ishlaydi. Bo'lib Pokistonning ishlarini degan vaqtingizda har doim naq pokitlikqa oladi. Men hozir qo'yib birman. Sizlarga yana Imron Xonning nima deyotganini qo'yib birman qarindoshlar. Bandaq o'tirib biz davo yo'lidagi insonlar o'tirib biz jamiyatning hamma narsalarni ko'rib kelayotgan ekan, qo'limizni har tarafga sunmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Ama o mening deydigan gapim qaysi degan vaqtning o'zida, bizga qarshi so'zlayotgan insonlarimiz ingliz tilini yaxshi biladigan insonlar bo'lsanglar, ingliz tilini mukammal biladigan insonlar bizning ichimizda jiq. Mushundaq bir xabarni anglagandan keyin 5 og'iz so'z qilib qo'yinglar. Bo'zqas o'tirib tashkilot rahbarlarimiz bo'lmasa, o'sha siyosiy aktivistlar butunlay o'tirib xat yozaylik qarindoshlar, shunga bunda qilma. Senmi odam sen oturup özünün çigirsilen bakvası oturup 100 kilometre çigir bak. Bütün dünya bildi o Uygur'un erkeği kırgınçılığını. Sen bu insan bolsan, seni oturup Müslümanlığını mı koyup durayla bir insan bolsan, bunda karlaydıgan gapni qilma. Uygur'un erkeği kırgınçılık boğatıdı. Dev oturup boz qalsa qo'limizdan kelishcha xat yozaylik. Hech bo'lmagan chaqda medianing o'zidimi chiqib o'tirib, Imron Xon nima deyapsan sen? Sözünün hemmisi turdu bir yerde. Sen nime de bilmeyse bütün dünya bilgeyişini nimiş ki bilmeyse birden bolsa bu garipnin uyuna da vat sen birden bolsa onda senin demeydiğin sözün kamı da biz doğruluk. Nime cedilin var zaten nime maksidin var seninki. Biz Uygurlarning erkek qirg'inchiligini qarlaydigan da oturup bir söz qilishni qarindoshlar men loyiq topdim. Mundaq ketibasi bo'lmaydi. Çünkü bu İslam dünyasıga bizning masalamizni bu xato tushuntirishda bu intayin aktiv rol o'ynayotganmish kemga qadar. Qarindoshlar, bizningki dunyoda Amerika, Yevropa qo'llida ham musulmon davlatlarni qo'llashga ehtiyojimiz bor. Ammo qo'llashga bo'lgan ehtiyojni yuqori ko'tarish uchun, qo'llaydigan davlatlarning sonini oshirish uchun mushundaq Imron Xonga o'xshash masalalarga Uyg'ur erkiy qirg'inchilik masalasiga kelganda tüttün o'tirib hech qanday bir kofirmi bunday gapni qilmaydi hey. Putin nim deb javob berdi. Putin mishkim kirgan vaqtimizda men bilmayman degan gapirib, o'zidan so'ranglar dedi. Bu nimanda o'tirib o'zini musulmon deb olgan bu davlatning rahbari mushunda to'xtamasdan o'tirib mushunda gaplarni qilib atsa, mening nervimni hidiqlayotdi, men turamayotdim qarindoshlar rostdan degan chaqda meni qilib atqanishiga. Shuning uchun ingliz tilini sizlardan o'tinay qarindoshlar. Men ingliz tilini sizlarga o'xshash perfekt yaxshi bilgan bo'lsam-chi, kunda chiqib o'tirib bir qator bir narsa aytdim. Bir xabarni ko'rgan vaqtimizda, bunda qilma ey. Nima deyapsan sen? Sen mi insonmisan? Seni oturtup Müslüman oturup sen bir insan mısın? Özünün 100 kilometre çigirinde bu Uygurlar erkek kırgınçılık buluvassa, bu Avrupa, Amerika, bütün dünya biz erkek kırgınçılık bir jığlav yüksek. Sen oturup bilmeyme degen gap bilan bolsa to'xtab qalsang bo'lmamdi. Sen nimde oturup birden Xitoyning ishki ishidaysan? Birden bolsa nimish ki dünya oturup doim Uygurlar to'g'riliq so'zlaydi, nimish ki Kashmir to'g'riliq so'zlamaydi deysan. Sen Kashmirning ishini so'zlagan-kanda qo'yimiz Uygurning ishini so'zlasa bo'lmamdi. Bu bir sözün degan vaqtimizda Uyg'urning ish chiqqan vaqtida naq ta'tirsik ish savollarni qo'yib, bu Uyg'urning erkiy qirg'inchiligini tutdim qaraydigan ishni qilyotdi qarindoshlar. Biz o'zimizning erkiy qirg'inchilik masalalari to'g'riliq buni qabul qilish to'g'riliq Amerika, Yevropa butun davlatlarga o'tirib biz o'zimizning talabimizni o'tirib qo'yapmiz. Naq mushundaq ahvolda buningga qarshi oldi Imron Xonga o'xshash mushundaq liderlar, mushundaq prezidentlar chiqib bu Uyg'ur erkiy qirg'inchilik tutdim qarshi ishlarni so'zlayotdi qarindoshlar. Siyosatchilarimiz, da'vogarlarimiz, millatning ichidagi aktivistlarimiz qarindoshlar. Bu endi bugun kelgan vaqtimizda buningga mundaq dema. Mundaq qilma deb turib demasak, bu bo'lmaydi qarindoshlar. Chunki biz o'tirib bundaq gaplarni anglab o'tirib gap qilmasak, shu Imron Xonning degan gaplari to'g'ri bo'ladi. Biz uni deyotgan gaplarni biz qo'llagan bo'lamiz, qabul qilgan bo'lamiz qarindoshlar. Shuning uchun men sizlardan taklif sifatida o'tirg'i qo'ydim. Agar men ingliz tilini sizlarga o'xshash, vatan so'ygan qarindoshlarimizga o'xshash va yoki boshqa qarindoshlar bir yaxshi bildigan bo'lsam, baqti kunda bir qator chiqib bir xabarni olgan vaqtimizda men gapni uchiqini detdim. Shuning uchun tashkilot rahbarlarimiz bo'lsin, mayli qanday bo'lsa, tashkilot rahbarlarimiz xat yozaylik. Imron Xon o'tirib bunda qilma.
bir paketlik material bir narsani o'tirib yo'llab bersim, o qabul qilamdi, qilmamdi. Bilmaymiz endi o bir Xitoyning ish to'p ketdi u davlat. Shunda bo'lsa-ma, biz mushuni o'tirib mundaq dema, mundaq qilma. Bizda irqiy qirg'inchilik bor. Sen nima uchun mushundaq bizni qorlaydigan gaplarni qilasan? Doim qilasan buni qilayotgan vaqtingizda. Sen bu gapingni to'xtatqin, sen bunda qilmagin deb o'tirib, buni xat yozayli, so'zlayli qarindoshlar. Mening talabim sizlardan. Bu bo'lmadi. Ma Viyanninki 3 minutlik xabarda degan so'zlarni anglab betinglar qarindoshlar. Hiç bo'lmagan vaqtingizda İmran Xonning boshdan oxir nurg'ungan so'zlari bor buniki tashqi dunyoning medialariga degan vaqtingizda so'zlarni anglab baqsanglar bo'ldi. Buni ishni ko'masak o'tib kelsak bo'lmaydi qarindoshlar. Men shunday tushundim. Albatta sizlar qanday o'ylaysizlar men bilmayman. Buni millatimga qo'ydim. In the headlines, he accuses the West of Islamophobia. He accuses France of clamping down on Islam. He accuses India of alienating Kashmiris. He even takes on Saudi Arabia once in a while, accusing it of ignoring the plight of Muslims. But, in his own words, Imran Khan frankly doesn't know much about what's happening in Xinjiang. He doesn't have enough knowledge, doesn't know the exact situation, and would never talk about it in public. Why? Because the Chinese are sensitive people. These are all of his previous statements, his words, poor attempts at denial of Xinjiang's reality. And now the Pakistani Prime Minister has come up with the mother of all denials. He says that he believes in the Chinese version of the Xinjiang story. The remarks are hardly surprising, frankly. When you're buried neck deep in debt, you frankly believe everything that your lender tells you. Listen to this. Our interaction with the Chinese officials, that version of what is happening in Xinjiang is completely different to the version of what we hear from the Western media and the Western governments. So, because we have a very strong relationship with China, and because we have a relationship based on trust, so we actually accept the Chinese version. You know, what they say about, their programs in Xinjiang, so we accept it. Did you notice the pronunciation? He says Xinjiang. That's what the Uyghurs called the region before the Communist Party took control and gave it a Chinese name, Xinjiang. Before the Uyghurs were forced to act, live and dress Chinese. Anyway, geography and history are not Imran Khan's forte. He thinks Germany and Japan share borders. Xinjiang must have surely been a mistake. Here's another one. The Pakistani Prime Minister said that he believes what China says about its programs in Xinjiang. And then he goes on to say that there are far worse human rights violations that get no attention. So he's unwittingly acknowledging that the Chinese are indeed committing atrocities on Uyghurs. Watch this. The second point is that we find it a little bit hypocritical when there are much worse human rights issues in the world which get no attention. The second point is that we find it a little bit hypocritical when there are much worse human rights issues in the world which get no attention. Worse human rights violations, no comparisons can be drawn, but we really can't think of any worse human rights violations than China's cultural and religious genocide of Uyghur Muslims. Almost 2 million of them are in jail. The rest are forced to attend re-education camps. They're released only when they succumb to Chinese beliefs and practices. Uyghur women are subjected to forced sterilization, abortion, and state-sanctioned rape. Uyghur mosques are razed down to build toilets. Uyghur refugees are charged with treason and killed. And this is not the Western version of what's happening in Xinjiang. These are stories told by Uyghur Muslims themselves. But for Imran Khan, these Muslims do not count when he talks about growing Islamophobia or the growing crimes against Muslims the world over. Because the idea of Muslim solidarity is just a political tool for him. So he uses it when it suits him. WION is now available in your country. Download the app now and get all the news. Bunda xabarlardan devatgan sözlerini tushungansizlar qarindoshlar. Men anchami tushundim. Biz Xitoyning so'ziga ishonamiz. Amerika bilan Yevropaning deganlari va u yerlik ahvollar bilan tubdan farqlandi. O bu degan shunda qarlaydigan gaplar, bunda gaplarni
so'zlagan so'zlarini anglasanglar, ichinglar yo'qdek so'zlarni shunday qiladi endi. Qarindoshlarimiz, yana desak, yana shu, men jiq vaqtinglarni olmay qarindoshlar, men millatimga bu taklifni o'tirg'a qo'ydim. Musulmon dunyosining o'zida hozirgi vaqtimizda eng jiq qarlayotgan, bizni qarlayotgan mushu Pokiston. Mushu Pokistonning ministri, bosh ministri eng jiq qarlayotdi. Qolgan davlatlar bakchiq gap qilmayotdi, jimmit bo'layotdi ba'zilari. Nurg'ulari jim bo'layotdi, qarlaydigan gapni qilmaydi. Mao chiqib her qandaq medianın yüzü kelgan vaqtingizda mushu yuqorida taklifgandek bilmayman, Xitoyning ishi, nimishqa dunyo o'tirib, doim o'tirib Uyg'urlarning ahvolini so'zlaydi, irqiy qirg'inchilik yo'q, Islamofob va Yevropa andaqa mundaqa mushunda gaplar bilan adam va kichik bola azroq bir 15-20 yoshlik siyosatni bildigan adam ko'rsin o'tirib bir xijil o'g'idek o'tirib gapni qo'ydi. O'zi xijil bo'lmaydi, ammo bu bizning da'voyimizga men buni ziyonliq deb o'yladim. Shuning uchun bütün dünyadaki vatan söyleyen qarindoshlarım qo'ygan taklifim bo'z qolsa bir inglizchani yaxshi bilgan bir necha qarindoshlar biz mediadan bo'lsa to'rt og'iz so'zlab qo'ysanglar. Bizda irqiy qirg'inchilik bor. Pokistonning bosh ministri adolatli bo'lgan, mong'ishish tillamanglar qarindoshlar. Albatta sizlar tillayolmaysizlar. Nayta chiroyli o'tirib danglar, mandaq ishlar bor. Irqiy qirg'inchilik bor. Rost. Sen bunda qilma. Adaptib bir so'zlab qo'yishinglarni umid qilaman. Bo'z qolsa tashkilot rahbarlarimiz va boshqalar bo'lsin, o'tirib bir ancha-muncha bir qog'oz-qog'ozni yezib, Pokistonning bosh ministriga yo'llayversanglar qarindoshlar. Bundaq dema, bizda bor deb. Menchi bundaq vaqtingizda bizning da'voyimizga foydali deb o'ylayman qarindoshlar. Men kichigimdan rostlagan chaqda bu Pokiston desa, men siyosatni bilmagandikin jiqnazim. Bu Pokiston desa, bizdagi pokizligi pokni qo'llanibdi. Bu acayip bir devlete oturup şunda qattiq ço'qindim bu devletga, şunda bir yaxshi ko'ratdim kichigimdan tortib. Bu men oturup şu siyosatni bilmay oturup boshqalarga indaq so'zlab ketdim. Pokiston degan bizdagi pokizlik pokni qo'llanibdi. Andaq mandaq desak oturup, bu devletning qilayotgan mehnat ishlari qarab oturup hayron qoldim. Bu ham deb pokizlik pokni qo'llangan ish emas-ku. P degan Pashtun, A degan Afg'on, K degan Kashmir, oxirgi Iston degan so Balojistonninki oxirdagi Iston olib shu Pokiston qilib, shu yerdagi Pokistondagi asosli 4 millatdan qo'shib o'tirib bir davlat qilib yasab chiqqan davlatgan hamdi bu. Bizning pokizlik poknidagi tubdan farqlanadigan so'zga uni boshqa bir ma'nolari bor ekan. Ya'ni Pashtun, Afg'on, Kashmir degan to'rt uni oxirida Balojiston degan oxirdagi Istonni qo'shib buni Pokistonda o'tirib bir yasab chiqqan bir davlatga hamdi bu. Men o'tirib bu davlatni rostini desam, buning lideridan tortib bu Pokiston desa o'tirib mening kallam o'tirib alqi kichik vaqtimda bu Pokiston degan so'zni o menda qo'llandim. Hozir mening kallam o'tirib Pokiston keldi o'tirib. Uzoqqa o'tirib mushundaq davasa o'tirib men tilab o'tirib, "Ey, sen degan bir Kapiriston deb tillaydigan yer kelyapman." Xabarlarni ko'rib qo'yinglar, anglab qo'yinglar qarindoshlarim. Men sizlardan o'tinay, ma insonga, ma liderga bir inkosimizni bildirib qo'yaylik. Butun dunyodagi vatan so'ygan qarindoshlar, tashkilot rahbarlari va yoki boshqalar. Vaqtinglarni oldim qarindoshlar. Fikrimni to'g'ri topsanglar, qabul qilasizlar, qabul qilishinglarni albatta umid qilaman. Bu da'voyimizga foydali. Qarindoshlarimiz ko'rishga amon bo'laylik. Taqotuq gaplarim taqotuq chiqib qoldi. Ba'zi vaqtda jiddiylashib so'zlagan vaqtimizda qarindoshlarimizni to'g'ri tushunishni umid qilaman. Tekrar xayrli kashliginglar xayrli bo'lsin. Ko'rishga amon bo'laylik qarindoshlar.